Tarixdagi ilk svetoforlarda faqatgina ikkita rang bo'lganini bilarmidingiz? Gap shundaki, ilk bor 1868-yilda Londonda paydo bo'lgan svetoforlar faqatgina ikki xil rang, taqiqlovchi va ogohlantiruvchi qizil va unga qarama-qarshi yashil ranglarda aks etgan. Sariq chiroq esa ilk bor 1918-yilda, ya'ni birinchi svetofordan 50 yil o'tib AQShning Detroyt shahrida qo'shilgan va bu ixtironi asli xitoylik bo'lgan Hu Ruding o'ylab topgan. U esa ixtirochi va olim Edison raisligidagi elektrik kompaniya xodimi edi. O'sha paytlar mashinalarning qo'zg'alishiga ancha vaqt ketgan. Piyodalar esa yo'ldan o'tish uchun xavfsiz oraliqni aniqlashga qiynalgan. Bu haqida bosh qotirayotgan rasmiylar uning taklifini darhol tasdiqlagan va eng ko'zga tashlanadigan ranglardan biri sifatida sariq rangni tanlashgan. Shu tariqa sariq chiroq paydo bo'ldi. Sariq chiroq bu harakatni to'xtatish bilan davom ettirish o'rtasidagi xavfsiz oraliqdir. Bugun dunyo bo'yicha milliardlab svetoforlar yo'llarni tartibga solib, ularni xavfsiz qilishga harakat qilmoqda. Shunga o'xshash qiziqarli faktlarni Tezlik sahifasida kuzatib boring.